Hozir bitta shunaqa isqirt holatga guvoh bo'lib qoldim. Erkak homilador xotiniga bir hafta davomida mazasi bo'lmagan, qaramagan, yana mazasi og'irlashganidan keyin onasinikiga olib kelib tashlab ketgan. 2-3 kun o'tar o'tmas, больницаdan hozir chiqdim. Xotinni qornidagi bolasi nobud bo'lib qolganda, shunaqa mehrsiz, oilasiga e'tiborsiz, xotiniga e'tiborsiz, farzandga mehri yo'q. Erkaklarning kasriga boshqa erkaklar ham yomon bo'lib qolyapti-da. Hamma erkaklar shunaqa deb qizni uydagilari mana shunaqa noto'g'ri fikrlarni aytib tashashdi. To'g'risi eshitib badanim bejirlab ketdi-da. Hali ham shunaqa erkaklar bormi? Oilasiga, xotiniga, xotinning qornidagi o'zini farzandiga bee'tibor otalar bormi devordim-da. Uvolda ular uchun bunaqa farzand ham, farzand ne'mat ham. Shunchaki sizlarga ibrat bo'lishi uchun aytib qo'yapman. Oilamizga, farzandimizga, xotinimizga qancha mehrli, e'tiborli bo'lsak, ular ham bizga e'tibor beradi, mehr beradi va hayotimiz, oilamiz chiroyli bo'ladi deb o'ylayman.